Assalomu alaykum. Bugun hammaga birdek yoqadigan lo'li kabob taomini pishiramiz. Bir nechta piyozlarimizni xohlasak maydalab to'g'rab olamiz yoki menga o'xshab blenderga qilib olsanglar ham bo'ladi. Ketidan bolgarskiylarimizni shunaqa ko'rinishda juda ham maydalab to'g'raymiz. 2-3 ta chesnoklarimizni ham yaxshilab maydalab olamiz. Qiymamizga blenderlangan piyozlarimizni so'kini salgina siqib olamiz, bo'lmasam suvlari chiqib bo'shashib ketadi qiymamiz. Ketidan bolgarskiy chesnoklarni ham solib olamiz. Ozgina non talqoni ham solsanglar bo'ladi. Men dumba ishlatmayman, shuning uchun qiyma sochni bo'lishi uchun mayonez va o'simlik yog'idan soldim. Ziravorlardan tuz, zira, koriander, paprika va murch sepib yaxshilab aralashtiramiz. Qiymalarimiz yaxshilab yetilishi uchun shunaqa to'g'richaga qiymani yaxshilab otib, havolarini chiqarib tashlaymiz. Bu jarayon kamida 10-15 marta bo'lishi kerak. Qiymani yarim soatga xolodilnikga olib qo'yamiz. Endi yoniga garnir tayyorlaymiz. Kartoshkalarimizni unaqa katta ham, kichkina ham bo'lmagan shaklda somoncha qilib to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'imizga kartoshkalarni solib, ikki tomonini yaxshilab qizartirib olganimizdan keyin boshqa idishga kartoshkani ko'tarib olamiz. Sababi kartoshka qovurgan yog'imiz juda ham ko'p. Uni ozginasini quyib olganimizdan keyin ozgina yog' qoldirib, ustiga yana kartoshkani qaytib solamiz. Mayda to'ralgan zelen bilan chesnok solib, tuz sepib, 2 qoshiq suv solib, tegini past olov qilib ustini yopib 5 minutga dimlab qo'yamiz. Xolodilnikda yarim soat turib, sal qotgan qiymamizga qo'llarimizni suvlab, xohlagan formamizni berib chiqamiz. Iloji bo'lsa, kattaroq va qalinroq forma beringlar, chunki lo'li kabob pishganda juda ham kichrayib qoladi. Boshlanishiga qiymani ustiga folga yopib, 20 minutga 200 gradusga duxovkaga jo'natamiz. 20 minutdan keyin folgasini olib tashlab, yana shu gradusda duxovkaga qo'yamiz. Lo'li kaboblarimiz yana ham xushxo'r bo'lishi uchun piyozga uksus va zelen solib, yaxshilab aralashtiramiz. Kaboblarimiz pishishiga yaqin duxovkalarni grill rejimi bo'lsa, 220 gradusga 10 minutga o'tkazamiz. Kaboblarimiz pishib chiqdi. Shunaqa chiroyli, ichlari shunaqa sochni bo'ldi. Piyozlarni ustiga qo'yib, kartoshkalar bilan tortamiz.